Assalomu alaykum aziz do'stlar, fermerlar, chorvadorlar. 21, 22 va 23 yanvar kunlari barchangizni kichkinagina tur sayohatga taklif qilib qolaman. Kargil jamoasida ishtirok etadigan 21 yanvar kuni chiroyli ko'rgazma bo'ladi. Imенно shu Moskvada Krokus Expo markazida. Birinchi kuni sut yo'nalishi bo'yicha ma'lumot oladigan bo'lsak va mollar kerak bo'ladigan akalarimiz diqqatiga, kimda kim mol import qilmoqchi bo'lgan akalarimiz diqqatiga go'sht va sut yo'nalishidagi поставщикlar, ya'ni eksportyorlar bilan ham ochiq muloqot qilib shartnomaga ega bo'lsak bo'ladi. Va ikkinchi kuni 22 yanvar kuni biz 3500 boshli sut yo'nalishidagi katta bir fermer xo'jalikka boramiz va u yoqdagi tizim, sog'uv tizimi, ratsion tizimi va boquv tizimini polni imенно shu Kargilga a'zo bo'ladigan fermer akalarimiz bilan borib ko'rib, ozgina ilm o'rgansak ham bo'ladi. Aziz do'stlar, bu 2 kunlik, 3 kunlik kichkinagina tur sayohat bo'ladi. Kimda kim borgingiz kelsa, nomer qoldiraman, Telegramdan menga yozib qo'ysangiz, kichkina gruppa tashkil qilamizda. Borish yo'l kira xarajatlaringiz va mehmonxonalaringiz albatta bu fermer boradigan posетительlarda o'zidan bo'ladi. Aziz do'stlar, chiroyli bir fermer turga hammani taklif qilib qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizdan uzoqlashmanglar.